Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidamiz. Bu yerda juda ham katta qovun tarvuz bozori bor. Shu yerda qovun tarvuz narxlarini sizlarga ozgina ma'lumot beramiz. Bitta bozorni ko'rsatib qo'yayim deb aylantiring. Qovun tarvuzlarni ko'rishingiz mumkin. Makoni bu yer. Bu yerda optim narxlardagi qovun tarvuzlarni topishingiz mumkin. Sotuvchi akalarimiz bo'lsa, telefon nomerlarigacha qoldiramiz. Xudo xolasa, telefon qilib optim narxlarda olishingiz mumkin. Hozir tarvuz so'rasam 1000 so'm, 900 so'mdan ham topsanglar bo'lar ekan. Optimga 800 so'mdan ham topsanglar bo'ladi kilosini. Videomiz ozgina bo'lsa ham sizlarga manfaatli bo'lsa, bir dona like tugmasini bosib, hamda bizni kanalda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa foydali videolar tez-tezda chiqarib turamiz. Mana hurmatli obunachilar, birma-bir dehqon akalarimizdan narx-navoda bilib boramiz. Aka, kelinglar hurmatli akamizni patchiklari. Mana aka, xudo xolosa tarvuzlarimiz pishib yetildi. 6 kilo shablonga 900 so'mdan beramiz mana. Kelaverasizlar. Manzilimiz Yozyovon bozori, qovun bozori. Xo'p, Optimga desa, dastlabki xizmatinglar ham bormi? Bor aka. Kelishlarda beramiz. Ha, telefon nomerlarini qoldiramiz xudo xolosa. 900 so'mdan Optimga. Naryoqda 800 so'm. Sizning nomingizdan kelsa 850 so'm, 800 so'm ham beramiz aka. Bo'l. Telefon nomeringizni ayting. 95lik 118 4402. Xo'p, olinchi bitta tarvuzni mana akajon. Tarvuzni mana ko'ringlar. Sort qanaqa aka buni? Sorti Qazax Holler deyiladi u aka. Hali o'zimizni eski urug'i, ha, eski tarvuzlardan urug'i kam, ichi qip-qizil mazali bo'ladi bu tarvuz aka. Yaxshi. Mana akalar, ko'ravering. Ko'raverasiz. Tayi ko'pmi aka? Ko'pmi? Ha, aka, tarvuzni tayi ko'p. Xohlagancha ob'yomda yetkazib beramiz. Isuzularda ham yetkazib beramiz. berasiz. Ha, xohlasa fura, xohlasa Isuzu. Yaxshi. Sizning viloyatingizda tarvuz narxi necha puldan bo'lyapti? Hurmatli obunachilar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizni misol uchun men o'zim Andijonlikman. Andijonda shaharda 2,5 mingdan sotilayotgan joylarda o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Mana Optim joyini sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mashinadan ham tirikchilik qilsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi biznes. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidamiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda qovun tarvuzlar makoni. Ko'ribsizlar. Juda ham ko'p, katta bozor bu yer. Xo'p, tarvuzlarni mana ko'rishingiz mumkin. O'zimiz hali eski tarvuzlardan ekanda. Dehqon aka? Sayuz navidan. Hozirgi ko'p tarvuzlar haliginaqa ko'kimtirroq chiqyapti, sal to'qroq bundan ko'ra. Necha puldan hozir bu narx? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan kilos. Endi Optimda endi bu yer. Sizlardan olib ketib sotishadi. Ko'proq olsa shu ham berilaveradi. Ko'proq olsa shu ham berilaverar ekan. Sizlar yonida shu ham berilaveradi. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabkasini ham berilaveradi. Dastlabkasini ham kelishiladi aka. Sizlar tekin reklamada mana aka. Ha, bo'ladi. Yaxshi. Isuzuga olsanglar, Optim narxlarda, arzon narxlarda qilib berishar ekan. Hech pulga berasiz, kelishasizmi? Isuzuga 800 so'm beraveramiz. Isuzuga 800 so'm qilib berishaverar ekan Kilo shablonga. Bundan ham yirik, keyin ko'm-ko'k chiqadi bundan. Buncha talayana qarozoyi. Isuzuga bo'lsa ko'm-ko'k zo'r joylari bor aka. 800 so'mdan o'zi berilaveradi, 6 kilo shablon. Xo'p, ko'pmi tarvuz aka? Ko'p, 2 gektar bor. 2 gektar bor. Yaxshi, telefon nomeringizni ayting. 91lik 327 46 94. Xo'p, shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Hozir boshqalarda ham hozir qovunlarda narx-navolarni ko'rsatib o'tamiz. Aka, rahmat, salomat bo'linglar. Qovun narxlari necha pul bo'lyapti? Xo'p. 22 Hormayim. Assalomu alaykum. Oldimda 22 turib. Bu qanaqa nav aka? O'zingiz narx qo'yolmang. Aka, sizdanmi qovun? Bizdan. Qanaqa nav bu aka? Ishani. Hindiston malikasi. Ishani? Hindiston malikasi. Hindiston malikasi. Necha puldan sotyapsiz? 3,5 kam bor deyapti kiloga. Kilosi. Optimda endi bu yerda narx-navolar. Ko'pmi aka qovundan yo'q? Bor pakallar. Qancha chiqadi taxminan? Bor pakallar. Ko'p a? Deganim endi nomerlaringizni qoldirib qo'yamiz-da. Telefon qilib, Optimga desa necha pulga berasiz aka? 3000 dan beraveramiz. 3000 dan dastlabkasi ham bor. Dastlabkasi ham kelishiladi-da. Kelishiladi. Uzoq yaqiniga qarab. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 93lik. Xo'p,
407 93 407 92 92 33. 33 shu raqamlarga aloqa chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Mana akamiz chiroyli qilib ishlarni bitirib beradi. Qayerda aka bu? Suv omborida orqasida haykal. Suv omborida, Yozyovon suv omborini atrofida ekan, hurmatli obunachilar. Cho'ldika, haqiqiy cho'ldika. Endi bu yoqlar aka rahmat, salomat bo'ling. Qovunlarni ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar. Narxi 2000 dan 2,5 minggacha sotilyaptimi aka? Xo'p, ko'pchilik akalarimiz uyatyapti. Narxni aytib, nomeringizni aytib qo'ying desam, vodiy ahli degan. Vodiy ahli? Ha. Ayting desam, hurmatli obunachilar, ko'pchilik tortinyapti. Ko'rsatib boraveramiz. Toruz necha puldan aka? Toruz 1200 so'm deyapti. Optimgachi? Kelishamiz-da. Tagi ko'pmi aka? Bor. Aychal bor. Necha pul qilib berasiz aka? Endi men aka to'g'risini aytaman, ayda 800 so'm, 850 so'm ham deyishdi aka. Ya'ni optimga ko'pgina olaman deganga-da. Nima, kelishaversin-chi, havallashaveramiz. Bo'laveradi aka. Xo'p. Torozlarni qaranglar. Jannat makon O'zbekiston. Qovun kimdan ekan akalar? Sotildi. Necha puldan sotildi aka? 2800 dan. Buni nomi nima? Ishani. Hindiston malikasi. Yaxshi, mana sotilib. Optimga sotildi-da endi hammasi. Yana bormi aka tagi? Tagi bor. Sizdanmi o'zi? Xo'p. Yaxshi. Sizdanmi aka bu? Necha puldan bu kilosi? Internetga olyapman-da. Keling aka, bir ikki oz siz olmayman, gapingiz chiqadi xolos. Narxini aytasiz-da. Tay ko'pmi? Yana bormi u qovunda? Bo'lsa nomerlaringizni qoldirib qo'yaman, telefon qilishadi-da. Bo'ldi. Yozyovon tumaniga kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bunisi kimdan? Sizdanmi bu ham? Xo'p. Ana u qovundan olanmadim-da, hurmatli obunachilar. Qovunlar sotilyapti. Kilosi 3,5 ming so'm. Sizdanmi aka? Ko'plik qilaman. Kimdan ekan sizlardan emas? Yana ketdimi aka? Yaxshi qovunni telefon nomerlarini qoldirsam yaxshi bo'larmidi-ekan, odamlarga foydali bo'larmidi-ekan? Bu qovunni bir soatdan ko'rmaysizmi? Olib ketadi. Olib ketadi, baribir bordir, baribir palayda. Ha, palayda bor. Bilmay, egasi ketdi qayerga? Xo'p. Sizdanmi aka? Xo'p, akalar. O, aytaman, baraka bo'lyapti. Qo'l siltab. Torozingizmi? Necha puldan berasiz aka bo'pti? Gapiring. 800 so'mdan. 800 so'mdan. Nimaga telekanalga qo'yasizlar? Yaxshi chiqyaptimi aka? Asalli chiqyapti. Asalli chiqyapti. Просто internetda noto'g'ri xabarlar tarqatishyapti-da, to'g'risi. Qanaqa xabarlar tarqatishyapti? Ayting aka, biz ham bilib qolaylik. Torozdan kasallik chiqyapti deyapti-yu. Biz yeb kasal bo'lmayapmiz, mana non degan toriz deyapmiz. Torizni qo'rqmay olaveringlar. Xalq. Yaxshi. Necha kilo atrofida bular? Kichigi 6 kiloda. Kichigi 6 kilo. 800 so'mdan berasiz. Dastavkasi-chi? Dastavkasini kelishamizda. Dastavka qilib ber desa qilib beraverasiz-da. Qilib beraveramiz, ha. Boya aytganimdek, Andijonda 2000, 2,5 ming sotilyapti, hurmatli obunachilar. Olib borib biznes qilsanglar ham bo'laveradi. Eshiklar tagigacha olib borib beradi. Misol Andijonga necha pul olib borib berasiz aka? Bitta labo aytsa-da, misol uchun. Yo'l kirasini o'zi necha pul bo'ladi? 200 ming atrofida olib borib beramiz. 200 ming Dadroq olsa. Ko'proq olsa. Xo'p, necha tonna? 8 kilo hozir bu. Necha tonna olib berib bera olasiz? 1 tonna 200 gacha olib borib beraveramiz. 1 tonna 200 gacha olib borib beraverar ekan. Telefon nomeringiz?
90'li 90'li 303 303 75 66. 75 66. Xo'p. Rahmat aka ma'lumotlar uchun. Charchamang. Telefon qilishadi, chiroyli muomala qilib sotish, xudo xolasa sotilib ketadi. Hamma gap muomalada. Xo'p. Egasini topish qiyin bo'lyapti. Egasini topish qiyin bo'lyapti. Hozir kelyapti. Qovun olishim kerak. Ona qovun nomi nima edi? Aka, uni qovunda uni. Aeroport. Labodagi. Aeroport. Aeroport. Aeroport qovun deydim. Obunovat nechi puldan? Bilmiyorum, mana egasini kutyaptilar. Hindiston deydi. Obunovatni ham bilish kerak. Ha, qayerda yuribsiz aka? Istab yuribman, keling. Qanaqa qilish kerak? Mayingizga taqib oling. Obunovat nechi puldan beryapsiz endi? Obnot kiloga Optimga. 3,5 deyapmiz, optimga kirishtirib beramiz. Endi bo'ladigan narxini aytsangiz ham menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'ladigan 3200 deyapsiz to'g'risi. 3200 dan berasiz. Ha. Qancha deyapsiz? 3200 dan. Dalada ko'pmi? Dalada ko'p ham chiqadi. Yaxshi. Taxminan necha kilo chiqadi? O'rtacha. Necha kilo oladi? O'rtacha bir 700-750 kilo bor taxminan. Obunovat eng shirin qovunda endi. Eng shirin qovun shu. O'zi non bilan Mana amakini olib qo'ydi mana. Haldan beri menga yordam beryapti. Egasini topolmayapsiz deb. Xo'p. 3200 dan berasiz. Dastlabkasini ham qilib beraverasiz. Kelishilgan holda. kelishimizda qilib beraveramiz, farqi yo'q. Misol Andijonga desa, Andijonga boshqa joyga desa, boshqa joyga Istak bo'ldi. kelishtirib berar ekan akamiz. Xo'p, telefon nomeringizni ayting bunga. Telefon nomeri 33lik Xo'p, 323 xo'p. 44 00. Xo'p, shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Rahmat aka ma'lumotlar uchun. Aloqaga chiqishadi aka. Xo'p. Endi odamlarni uzog'ini yaqin qilamiz-da aka, mana shunaqa qilib. Xo'p. Gapirib berasizmi aka mana qovuningizni? Narxini aytasiz? Bormi? Dalada ko'pmi? Bor. Dalada ham bor. Nima edi nomi buni? Aeroport. Aeroport. Mana shu yerga shunday qistirib qo'y aka. Aeroport qovun. Aeroport qovun. Qani bitta olingchi aka, necha kilo chiqyapti endi o'rtacha? O'rtacha hammasi 4,5 kiloga balans beradi. 3,5 4,5 kiloga balans beradi. Hop, navlari shu. Obnovat navlarimiz ham bor. Obnovat ham bor. Obnovat navlarimiz ham bor. Necha puldan obnovat? Obnovat kilosi 3,5 ming so'm bo'lyapti. Bular kilosi 2,5 ming 2800 so'm bo'lyapti hozirgi bozorimizda. Toshkentlikmisiz bu yerda deysiz? Namangandamiz. Istamiz, chetda dehqonchilik qilamiz. Yaxshi, Yozyovonda dehqonchilik qilasiz. Dala Yozyovonda. Chetda. Yaxshi, dastlabki qilib bering desa, misol Isuzu'lar topib yoki bo'lmasa kattaroq Joydan Rossiyalarga, boshqalarga uzatdik, mana furalarimiz turibdi mana. Chetda olib chiqaryaptik. Joydan ham olib ketishyapti. Dastlabkini ham kelishgan holatda qilib beradi. Bo'laveradi. Necha puldan berasiz buni? Eng bo'ladiganini aka. Oxirgi variant 2,5 ming so'm. 2,5 ming. Obunovatchi. Obnovatda 3,5 ming beramiz. 3 ming so'm beramiz. 3 ming. Yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, telefonda mana bo'ladigan narxini aytyapmiz. Kelib tortishmasanglar xursand bo'lamiz. Endi narx-navo 1-2 kun, bir haftada ham o'zgarib qolishi mumkin, yana ham tushib qolishi mumkin. Shunaqa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 99lik 040 040 56 92 56 92. Farq. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Videoga hali ham like bosmagan ichqora obunachilarimiz like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aka, rahmat ma'lumot uchun. Nima deysiz aka? Gapiring aka. Gapiring aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamaysiz? Yaxshimisiz? Mana To'g'rizda bor. To'g'riz yaxshisi. Dehqonchilik o'zimiz yetishtirganmiz. Mahsulot ishonchli, yaxshi pishgan. Ichiga javob. Hammasi yaxshi chiqyapti, aka. Hammasi zo'r, ha. Qanaqa navi bu? Nav hollar. Qo'llar? Ha, Apollo hollar ekanmiz. Hali o'zimizning eski urug'lardanmi yo o'zicha boshqacharoq? Yangi urug'. Yangi urug'. Banka. Banka kelgan, ha. Necha pul qilib berasiz? Bo'lish aka buni. Paykaldan 1200 1100 sotyapmiz. Bu yerda ham shunaqa narx sotib turibmiz.
Ancha qimmatroq ekan so'mak. Kelishamiz. Shunaqa. Bizga borsa bo'ldi. Kelishilgan vaqtda dehqonni. Kelishgan. To'g'ri ishonchli-da aka. Ha? Ishonchlik. Pallaga tashlamagan, pallaga tirik. Ishonchlik. Ularga ham biz u tomon ekan. Biz xalq tomon-da aka. Yo'q, dehqon tomon bo'ldi siz endi. Endi Sizga reklama qilib turgan biz bilmagan dehqon tomon. xalq tomon bo'lishimiz kerak-da. Bo'ldi, udat qilish kerak bo'lsa, udatdan qo'yish muammo emas aka. Hammaga aytamiz udat qo'yamiz. Biz tomon bor dehqonmiz. Uni eshittirguncha yurak ezilib ketyapti. To'g'ri, endi sizlarga ham oson emas aka. Yaxshi telefon nomeringizni aytib qo'ying bo'pti aka. 93lik. Xo'p. 177 44 84 nomerimiz. Xo'p, bo'ladigan necha pul berasiz dehqon aka? 1000 so'm sotyapmiz aka. Ming so'm. Bo'ldi. Qiziquvchilar aloqaga chiqaversa ishonchli deyapti. Yaxshi. Mana ulanibdi. Nima? No, qo'ying mana ularga. Chiqadi-da. Aravalarni deyam deysizmi? Bo'pti aka, charchamanglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Tak, hurmatli obunachilar, mayli sog' salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hammaga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik, tinch bo'linglar. Shunaqa foydali videolar bizning kanalda chiqib turadi. Hali ham obuna bo'lmay, like bosmay ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Mutlaqo tekin narsalar. Mana sizlar uchun foydali narsalarni chiqaryapmiz. Qo'limizdan kelgancha mehnatimizni qadrlab qo'yinglar. Sizlar uchun mutlaqo tekin.